Men 10 ta jetinni FNAFda yashashga olib qolaman. Ularning vazifasi 5 kun animatroniklar hujumini qaytarish kerak bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring-a, tun soat 6 bo'lmasdan tugab qolsa, bu bo'lishi mumkin. Chunki men o'tgan qismda soat 5 da ketib yuborgandim va sizlarga juda yomon bo'lgan edi. Mayli, jahlingiz chiqmasin, o'yinni boshlaylik. Hoy, do'stlar, o'yinni boshlamasdan turib qo'rqyapsizlarmi? Qo'rqmasangizchi, nimadir noto'g'ri ketsa eshikni eshik yo'qmi? Tushunarli. Xo'sh, unda biz, hoy, tinchlansangiz-chi, sizlarga nima deyapman? Hoy, sizlar ham buni eshityapsizmi? Bu qanday ovoz bo'ldi? Tekshirish kerak. Hech tushuna olmayapman. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Ovoz borgan sari yaqinlashib boryapti. Bu men o'ylagan narsa bo'lmasin. To'xta! Jin ursin, endi animatroniklar o'g'irlay oladimi? Hoy, qayoqqa? U jetellar bilan nima qilmoqchi? Hoy, la'nati. Menimcha bizda kichik muammolar bor. La'nati. Xo'sh, jetel, endi meni yaxshilab tingla. Sening vazifang ularni chalg'itish yoki meni qo'limdan olasan yoki ularning qo'lidan. Xullas tanloving yo'q. Qani yo'qol bu yerdan. Rejam har doimgidek ish berdi. Do'stim, yaxshilab chalg'it, balki tirik qolarsan. La'nati, uni o'rab olishdi. Endi u tamom bo'ldi. Bu nimasi bo'ldi? Mayli do'stlar, birinchi tun yaxshi o'tmadi, lekin ikkinchi tun albatta yaxshi o'tadi. Hoy, nima qilyapsiz? Dam olish mumkin emas. Jin ursin, animatronik keldi. Xo'sh, nima qilamiz do'stlar? Bizda hatto eshik ham yo'q. Yaxshi g'oya. Biz o'zimizni animatronik qilib ko'rsatamiz. Menimcha ish bermadi. Jin ursin, ikkinchisi keldi. Mayli, uni fonarim bilan qo'rqitishga harakat qilib ko'raman. Hoy, menimcha rejam ish berdi. Do'stlar, yaxshisi orqaga qaramanglar. Men sizlarga orqaga qaramadim. Yo'q, nima qilishni ham bilmayman. Kel, yana bir bor sinab ko'ramiz. Qanday reaksiya bildirar ekan? Mayli do'stlar, o'tgan tunda animatroniklar bizning adabimizni berishdi, lekin endi bizda devor bor. Nima bo'ldi? O'ta olmayapsanmi? Rejam ish berganiga hali ham ishongim kelmayapti. Do'stlar, biz xavfsizlikdamiz. Shuning uchun menga rahmat deylar. Hoy, bu yana qanday ovoz bo'ldi? La'nati, ventilyatsiya haqida butunlay unutib qo'yibman-ku. Ventilyatsiya tomondan kelyapti. Mayli, o'zimni xavfsizligim haqida qayg'urishim kerak. Xo'sh, mayli ko'raylikchi, balki u tinchlik tarafdoridir. Do'stlar, qochinglar, tirik qolishga harakat qilinglar, ayniqsa meni himoya qilinglar. La'nati, jetelning kallasini uzib olibdi. Jin ursin. Bu yana nimasi bo'ldi? Mayli do'stlar, animatroniklar bizni rosa ustimizdan kulishdi, lekin bizda hali yutish imkoniyati bor, to'g'rimi? Qo'ysangizchi. Mayli, hozir kameralarni tekshirish kerak. Hozir animatroniklar joyini yo'q, la'nati. Hoy, kimdir musiqani to'xtatsin. Birodar, reaksiyang zo'r ekan. Hoy, axir bu g'irromlik-ku. Bu safar biz orqangizdan boramiz. Mayli, tezroq qutini qaytarib olish kerak. La'nati, qo'riqchi bor ekan. Mayli birodar, sening vaqting keldi. Uni chalg'it. Tasavvur qil, u qo'rqinchliroqmi yoki men? Agarda aytganimga kirmasang, seni shunchaki otib tashlayman. To'g'ri tanlov qilding. Har doim ish beradi. Mayli, tezroq qutini qaytarib olish kerak. La'nati, eshik yopiq-ku. Jin ursin, bekordan bekor jetelni qurbon qilib yubordik. O'zimni kallamga kelmaganini qara, juda zo'r o'ylab topilgan malades bro. Do'stlar, qochdik, bunaqa aqllilardan bizda hali juda ko'p. Va nihoyat seni vaqti soating yetib keldi. Tezda bizga qutini ber. Almashaman? Menda almashgani bir narsa bor. Bu bo'laveradimi? Kelishuv juda yaxshi o'tdi. Omadingni bersin. Xo'sh do'stlar, bu oxirgi tun, shuning uchun juda ehtiyotkor bo'linglar. La'nati, sen qayerdan kelib qolding? Ovozingni o'chir. Hozir animatroniklar keladi sen ovozingga. Mayli, o'zingdan ko'r yigitlar, uni yo'q qiling. Jin ursin, mensiz hech qaysi bir ishni eplasha olmaydi. Mayli, seni o'zim hal qilaman. Seni yangi ish joying bilan tabriklayman.
To'g'risini aytsam, bunisi oshib tushdi. 3 ta animatronik juda katta muammo. Menga tezroq maskani ber. Yo'q, menda yaxshiroq g'oya bor. Mana shu yaxshiroq bo'ladi. Xohlagan jitelni olib keting, faqat menga tegmang. Uzr do'stlar, buni hayot deydilar. Men haqimda faqat yaxshi fikrda bo'ling. Jin ursin, faqat u emas, hamma jin bo'lsin. Birodar, qanday qoyil, biz g'alaba qozondik. Stop, qanaqasiga 6-tun? Nima? Qo'shimcha tun ham bormi? Ha mayli, bu yerda ko'p qola olmaymiz. Mayli. Do'stlar, sizlar oldinga o'tinglar. Bu payt esa biz qochamiz. Qochdik do'stlar, tezroq. Mayli do'stlar, sizlarni hech qachon unutmaymiz. Shoshmang. Menimcha bizni kuzatishyapti. Yaxshisi bekinganim ma'qul. Xo'sh do'stlar, ventilyatsiyadan ham chiqib oldik. Hoy, yana nima bo'ldi? Sen bizni tinch qo'yasanmi yo'qmi? Ha mayli, hozir to'g'irlaymiz. Kallangni berib tur. Xavotir olmanglar, shunchaki dam olyapti. Mayli, endi sen bizdansan, xohlaysanmi yo'qmi? Baribir bizdansan. Endi qochish vaqti keldi va nihoyat qochish eshiklari. Mayli, birodar, qani olg'a. Yomonliklaring uchun javob berish vaqti yetdi. Va nihoyat tezroq qochdik bu yerdan jitellar. Bu nimasi bo'ldi? Nima? Ular buni qanday qilishdi? Men hech qachon bunday animatroniklarni ko'rmaganman. Hoy, qayerga qarayapsiz? Nima bo'ldi? Nima bor ekan? Yo, brother, menimcha sen menga juda tanish ko'rinyapsan. Shoshma, men seni esladim. Sen axir o'tgan qismdagi jitelsan-ku. Sen animatroniklarning asabini buzayotgan eding va to'satdan chiroq o'chib qoldi. Va keyin o'rtadagi animatronik seni ushlab olib qandaydir xonaga olib kirib ketdi. Biz u yerdan juda qo'rqinchli qichqiriq ovozlarini eshitdik va oxirida seni qo'rqinchli qo'g'irchoqqa aylantirib qo'ydi. To'g'risini aytsam, seni o'lgan deb o'yladim, lekin mana ko'rib turganimdek sen qarshimdasan. Yana seni o'lja sifatida animatroniklarni oldiga yuborib, portlatib yuborgan edim. Demak, hammasi tushunarli. Men qo'shuv, portlash va men yo'q bo'laman. Nima, meni yo'q qilmoqchimisan? Men seni portlatib yuborganim uchun endi meni portlatmoqchimisan? Atom bombasini hamma yasadinglarmi? Qoyil, lekin bitta narsani hisobga olmagansizlar. Yigitlar, uni ushlang. Sizlarga necha marta aytishim kerak? 1000 marta aytdim. 1001-sini ham aytaman. Yoki uni qo'lidan olasiz yoki meni qo'limdan. Bo'larkan u. Mana endi yaxshi bo'ldi. Xo'sh, endi qanday qilib portlatasan? Mayli, sog' bo'linglar. Ishongim kelmaydi. Rostdan ham u meni portlatishiga ishonarmidi? Lekin to'g'risini aytsam, menda jitellar qolmadi. Shuning uchun menga ko'proq jitellar kerak.